AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan urushda yordam bermagani uchun NATO davlatlarini ayblab, Qo'shma Shtatlar bu tashkilotdan chiqib ketadi deb tahdid qilgan edi. Ammo AQSh Vakillar palatasining sobiq spikeri Nancy Pelosi Tramp AQShni NATOdan Kongress roziligisiz chiqara olmasligini aytdi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu nashri xabar tarqatdi. Shanba kuni X ijtimoiy tarmog'ida Pelosi NATO 77 yil avval AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan tinchlik va demokratiyaga asoslangan alyans sifatida tashkil etilganini yozdi. Trampning NATOdan chiqish tahdidi nafaqat uzoqni ko'ra bilmaslik, balki Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun sovg'a hamdir, dedi Pelosi. Ma'lumot uchun u 2007, 2011 va 2019-2023 yillar oralig'ida Vakillar palatasi spikeri lavozimida ishlagan. Huquqiy cheklovlarni ta'kidlar ekan, Pelosi qonun aniq, hech bir prezident Kongress roziligisiz NATOdan chiqa olmaydi deb ta'kidladi. Bu bayonot Trampning NATOni bir necha bor tanqid qilgan fonida yangradi. U alyansni Hormuz bo'g'ozidagi inqirozga aralashmagani uchun qog'oz yo'lbars deb atagan. A'zolarni esa qo'rqoq deb tanqid qilgan va alyansdan chiqish qayta ko'rib chiqilmaydi deb bayon qilgan edi. Qo'shma Shtatlarning 2023-yilda qabul qilingan qonuniga ko'ra, AQSh prezidenti Senatning 3dan 2 qismi roziligisiz yoki Kongress qonunisiz NATOdan bir tomonlama chiqa olmaydi.